Assalomu alaykum hammaga. Bugun bitta uskunamiz ozgina muammosi chiqib qoldi. Bu tabiiy hol. Shuni bartaraf qilib berishga keldik. Bu shunaqasidan uskuna ishlatayotgan yoki shunga o'xshagan reduktor ishlatayotganlar uchun ajoyib lifehack bo'ladi. Videoni saqlab qo'ying va do'stingizga ulashib qo'ying. Marhamat. Hozir mana muammosini ko'ramiz. Xo'sh, muammosi mana ko'ryapsizlarmi? Tushib ketyapti. Yuk bilan tushib ketadi. Tormozni ishlamayapti. Buni tormozini tayyorlash uchun biz hozir ajoyib lifehack qilamiz buni. Mana tushib ketyapti. Ayrim holatda umuman ham tushib ketib qoladi. Bu cherviyashni reduktor hisoblanadi buni. Ko'ramiz. Bunisi ham cherviyashni, faqat modellari boshqacha. Ketdi. Avval mana shu 4 boltni yechib olamiz. Ochimliklarni ushlab turuvchi maxsus kirishga qapqoq deymiz. Xo'sh, mana yechib oldik. Buni maxsus shaybalari bo'ladi. Mana bunaqa qilib. Mana shayba kimda prokladka deydi, lekin bu yo'q, metal, temir shayba bo'ladi. Bu pachimlikni itarib qisib turadi. Agar qisgan holatda sal bo'shashsa pachimlik ishlab, bu tabiiy hol. Shuning uchun maxsus mana shunaqa shaybalar ishlab chiqarilgan. Qisgandan keyin yaxshilab qissa, uje tormozga ishlab qoladi hozir. Rezultatni ham hozir ko'rsatamiz. Xo'sh, xudo xolasa rezultati. Mana natijasi. Mana joyiga qotdi. Tormozlar joyiga tushdi. Bizni kuzatishda davom ettiring. Videolarimizni yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Sog' bo'lasizlar.